Assalomu alaykum. Hurmatli pensionerlar, pensiya yoshiga yaqinlashayotgan yurtdoshlar va ota-onasining pensiya hujjatlari bilan shug'ullanayotgan farzandlar. Bugun men juda muhim masalani tushuntiraman. Ayrim hujjatlar bo'lmasa, pensiyaga ustama hisoblanmasligi mumkin. Bu gap har bir pensionerga tegishli. Chunki ko'pchilik odam men ishlaganman, menga baribir qo'shib berishadi deb o'ylaydi. Ammo amalda pensiya tizimida og'zaki gap, esdalik, tanishlarning guvohligi yoki eski daftardagi noaniq yozuv yetarli bo'lmasligi mumkin. Rasmiy hujjat bo'lmasa, ustama ham ayrim imtiyoz ham qo'shimcha to'lov ham hisoblanmay qoladi. Shuning uchun hoziroq kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing va bu ma'lumotni yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta yetishmagan hujjat sabab pensioner har oy ma'lum summadan ayrilib qolishi mumkin. Bir oy emas, bir yil emas, ba'zan yillar davomida pul kam chiqadi. Men bugun aynan qaysi hujjatlar muhim, kimlar xavotir olish kerak, kimlar xotirjam bo'lishi mumkin, qayerga murojaat qilish va arizada nimalarni yozish kerakligini oddiy tilda tushuntiraman. Avval pensiya masalasida ko'p narsa ish joyidagi ma'lumotnomalar, mehnat daftarchasi arxivdan olingan tasdiqlar orqali yuritilar edi. Odam bir korxonada 20 yil ishlagan bo'lsa, mehnat daftarchasida yozuv bor, tamom deb o'ylardi. Lekin pensiya hisoblashda faqat ishlagan yilning o'zi emas, aynan qaysi davrda ishlagan, qancha sharoitda ishlagan, qanday sharoitda ishlagan, imtiyozli lavozim bo'lganmi, nogironlik, urush qatnashchisi maqomi, davlat mukofoti, qaramog'ida shaxs borligi kabi holatlar ham ahamiyatli bo'lishi mumkin. Oldin ko'p hujjatlar qog'ozda yuritilgani uchun ayrim ma'lumotlar yo'qolgan, korxonalar tugatilgan, arxivlar boshqa joyga o'tkazilgan, ish haqi vedomoslari saqlanmagan holatlar ko'p uchraydi. Hozir esa tizim tobora raqamlashtirilmoqda. Bu yaxshi tomoni bilan qulay, bazada bor ma'lumot avtomatik ko'rinadi. Ammo boshqa tomoni ham bor. Bazada ko'rinmasa yoki rasmiy hujjat bilan tasdiqlanmasa, xodim men bilaman siz haqiqatan ishlagansiz deb qo'shimcha hisoblab bera olmaydi. Pensiya pullari davlat mablag'i hisobidan to'langani uchun har bir so'mning asos hujjat bo'lishi kerak. Mana shu joyda ko'pchilik adashadi. Ular qo'shnim ham shu korxonada ishlagan, unga ustama chiqdi, menga ne chiqmadi deydi. Sabab oddiy bo'lishi mumkin. Qo'shnining hujjati to'liq, siznikida esa bitta ma'lumotnoma yetishmayapti. Yoki qo'shnining lavozimi imtiyozli ro'yxatda bo'lgan, sizniki boshqa lavozim bo'lgan. Yoki qo'shnining ish haqi arxivda saqlangan, sizning korxonangiz bo'yicha ish haqi hujjatlari topilmagan. Demak, asosiy qoida shunday: pensiyaga ustama yoki qo'shimcha to'lov talab qilinsa, u albatta rasmiy hujjat bilan tasdiqlanishi kerak. Men eng avvalo shuni aytaman. Pensiya ustamasi deganda hamma joyda bir xil narsa nazarda tutilmaydi. Ba'zida odamlar ustama deb ish staji uchun ko'proq pensiya chiqishini aytadi. Ba'zida nogironlik, parvarish, alohida xizmat, faxriy unvon, harbiy xizmat, zararli mehnat sharoiti, qaramog'idagi mehnatga layoqatsiz oila a'zolari uchun qo'shimcha to'lovni nazarda tutadi. Har bir holatda talab qilinadigan hujjat boshqacha bo'ladi. Masalan, ish staji bo'yicha masala bo'lsa, mehnat daftarchasi, elektron mehnat tarixi, ishga qabul qilish va ishdan bo'shatish buyruqlari, arxiv ma'lumotnomasi kerak bo'lishi mumkin. Agar ish haqi bo'yicha pensiyani qayta hisoblatmoqchi bo'lsangiz, ma'lum davrdagi ish haqi to'g'risidagi rasmiy ma'lumotnoma yoki arxiv tasdig'i kerak bo'ladi. Agar zararli yoki og'ir sharoitda ishlaganlik uchun imtiyoz talab qilinsa, faqat men zavodda ishlaganman degan gap yetmaydi. Lavozim nomi, seks, ish turi, ishlagan davr, o'sha ishning imtiyozli ro'yxatga kirishi va bu holatni tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'ladi. Kimlar xavotir olishi kerak? Birinchi navbatda eski korxonalarda ishlagan, korxonasi yopilib ketgan, mehnat daftarchasida yozuvlar xira, muhrlar noaniq, lavozim nomlari noto'g'ri yozilgan odamlar. Ikkinchidan, bir necha joyda mavsumiy, vaqtincha yoki shartnoma asosida ishlaganlar. Uchinchidan, pensiyaga chiqqanidan keyin ham ishlagan va keyin pensiyani qayta hisoblashni istayotganlar. To'rtinchidan, mening stajim ko'p, lekin pensiyam kam chiqyapti deb o'ylayotganlar. Beshinchidan, nogironlik guruhi, faxriy unvon, harbiy xizmat, ichki ishlar, tibbiyot, ta'lim, qishloq xo'jaligi yoki zararli ishlab chiqarish bilan bog'liq qo'shimcha asoslari bor odamlar. Kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin? Agar sizning ish stajingiz elektron bazada to'liq ko'rinsa, mehnat daftarchangiz tartibli bo'lsa, ish haqi ma'lumotlari rasmiy bazada mavjud bo'lsa,
qo'shimcha imtiyoz talab qilmayotgan bo'lsangiz va pensiya tayinlanganda barcha hujjatlar topshirilgan bo'lsa, xavotir kamroq. Lekin baribir men har bir pensionerga kamida bir marta o'z pensiya hujjatlarini tekshirtirishni maslahat beraman. Chunki ko'pincha xatolik pensionerning o'zi sezmaguncha yillar davomida ochilmay qoladi. Keling, oddiy misol bilan tushuntiraman. Ayol kishi 1905 yildan 2005 yilgacha tikuv fabrikasida ishlagan. Mehnat daftarchasida ishga kirgan va chiqqani yozilgan. Lekin ish haqi ma'lumotnomasi yo'q. Pensiya tayinlashda unga minimal yoki bazadagi mavjud ma'lumotlar asosida hisob qilingan bo'lishi mumkin. Agar arxivdan 1935-2000 yillardagi yuqori ish haqi bo'yicha rasmiy ma'lumotnoma topilsa, pensiya miqdori oshishi ehtimoli bor. Lekin o'sha paytda men yaxshi oylik olganman degan gapning o'zi hisob-kitobga kirmaydi. Yana bir misol. Erkak kishi 25 yil davomida kombinatda ishlagan va o'zini zararli sharoitda ishlagan deb biladi. U pensiyaga chiqqach, ustama yoki imtiyoz so'raydi. Tekshiruvda ma'lum bo'ladiki, mehnat daftarchasida faqat ishchi deb yozilgan. Aniq lavozim ko'rsatilmagan. Arxivda esa sex nomi va vazifasi bo'yicha buyruq topilmayapti. Bunday holatda pensiya organi imtiyozni avtomatik bera olmaydi. Chunki zararli sharoitni tasdiqlash uchun lavozim va ish turi aniq bo'lishi shart. Agar odam arxivdan buyruq nusxasi, lavozim jadvali yoki ish sharoitini tasdiqlovchi hujjat topsa, vaziyat o'zgarishi mumkin. 3-misol. Pensioner ayolning turmush o'rtog'i vafot etgan, u boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha yoki boshqa turdagi to'lovga haqli bo'lishi mumkin deb o'ylaydi. Bu yerda ham nikoh guvohnomasi, o'lim guvohnomasi, marhumning pensiya yoki ish staji hujjatlari, qaramlik holatini tasdiqlovchi ma'lumotlar kerak bo'lishi mumkin. Hujjat bo'lmasa, biz 40 ming yil birga yashaganmiz hamma biladi degan gap yetarli bo'lmaydi. Rasmiy organ uchun asos rasmiy hujjatdir. 4-misol. Pensioner pensiyaga chiqqandan keyin yana 3 yil ishlagan. U men ishladim, endi pensiyam avtomatik o'shishi kerak deydi. Ba'zi holatlarda qayta hisoblash uchun murojaat qilish, ish davri va badallar bo'yicha ma'lumotlar bazada aks etganini tekshirtirish kerak bo'ladi. Agar ish beruvchi hisobotni to'g'ri topshirmagan bo'lsa yoki mehnat shartnomasi rasmiy bo'lmagan bo'lsa, qo'shimcha davr pensiya hisobiga kirmay qolishi mumkin. Shuning uchun ishlayotgan pensionerlar ham ish beruvchi badallarni rasmiy yuritayotganini tekshirishi zarur. Endi juda muhim nozik jihatlarni aytaman. Birinchi noziklik. Mehnat daftarchasidagi har bir yozuv ham avtomatik qabul qilinavermaydi. Agar yozuvda sana noto'g'ri bo'lsa, buyruq raqami yo'q bo'lsa, muhr o'qilmasa, tashkilot nomi tushunarsiz bo'lsa yoki tuzatishlar tasdiqlanmagan bo'lsa, qo'shimcha tasdiq talab qilinishi mumkin. Masalan, ishga kirgan sana 1991 yil deb yozilgan, bo'shagan sana esa 1990 yil bo'lib qolgan. Bunday xato kichik ko'rinsa ham staj hisobida muammo chiqaradi. Ikkinchi noziklik. Lavozim nomi juda muhim. Ayniqsa imtiyozli pensiya, zararli mehnat sharoiti yoki maxsus toifadagi ishlar bo'yicha. Masalan, odam o'zini payvandchi deb biladi, lekin mehnat daftarchasida ta'mirlash ishchisi deb yozilgan. Yoki amalda tunib kun og'ir sharoitda ishlagan, lekin rasmiy buyruqda boshqa vazifa ko'rsatilgan. Pensiya organi amaliy gapga emas, rasmiy lavozimga qaraydi. Shuning uchun lavozim noto'g'ri yozilgan bo'lsa, arxivdan buyruqlar, shtat jadvali, tarif malaka hujjatlari yoki ish joyidan tasdiq olishga harakat qilish kerak. 3-noziklik, guvohlarning ko'rsatmasi har doim ham yetarli emas. Ayrim holatlarda sud orqali yoki belgilangan tartibda guvohlar yordamida ish stajini tasdiqlash mumkin bo'lishi ehtimoli bor, lekin bu oddiy yo'l emas. Guvoh u biz bilan ishlagan desa ham ish haqi miqdorini, zararli sharoitni yoki aniq imtiyozni tasdiqlash qiyin. Guvohlik ko'proq ish davrini aniqlashda yordam berishi mumkin, lekin pul miqdorini oshiradigan asoslar uchun ko'pincha hujjat talab qilinadi. 4-noziklik. Arxiv ma'lumotnomasi to'g'ri rasmiylashtirilgan bo'lishi kerak. Ba'zan odam arxivdan qog'oz olib keladi, lekin unda tashkilot notnomi, davr buyruq raqami, lavozim, ish haqi summalari to'liq yozilmagan bo'ladi. Yoki ma'lumotnoma umumiy qilib berilgan. Falonchi ishlagan deyilgan, lekin qaysi sanadan, qaysi sanagacha, qanday lavozimda, qancha ish haqi bilan ishlagani ko'rsatilmagan. Bunday hujjat pensiyani qayta hisoblash uchun yetarli bo'lmasligi mumkin. Ma'lumotnomada muhr, imzo, sana, arxiv fondi yoki hujjat asosi aniq bo'lishi kerak. 5-noziklik. Pensiya
miqdorini oshirish har doim ham kutilgan darajada katta bo'lmasligi mumkin. Masalan, siz 5 yil qo'shimcha staj topdingiz, lekin pensiya hisoblash formulasi maksimal cheklovlar, bazaviy miqdorlar va boshqa omillar sabab o'sish oz bo'lishi mumkin. Bu hujjat kerak emas ekan degani emas. Aksincha, har bir qonuniy so'mni olish kerak, lekin oldindan aniq hisob-kitobni mutaxassisga ko'rsatish foydali. 6-noziklik. Pensiya qayta hisoblanganda pul qaysi sanadan boshlab qo'shilishi masalasi bor. Ko'pchilik men bu hujjatni 10 yil oldin ham olishim mumkin edi. Demak 10 yillik farqni berishsin deb o'ylaydi. Amalda esa ko'p hollarda murojaat sanasi hujjat topshirilgan sana yoki belgilangan tartib muhim bo'ladi. Shuning uchun kechiktirmaslik kerak. Hujjat topildimi? Darhol rasmiy ariza bilan topshirish kerak. Og'zaki aytib ketish, telefon qilib so'rash yoki tanishga ko'rsatish yetarli emas. 7-noziklik. Ism familiya o'zgarishi. Ayniqsa ayollarda nikohdan keyin familiya o'zgargan bo'ladi. Mehnat daftarchasida eski familiya, pasportda yangi familiya, arxiv hujjatida esa boshqacha yozuv bo'lishi mumkin. Bitta harf farqi ham muammo tug'diradi. Masalan, Karimova o'rniga Karimova yoki Nargiza o'rniga Nargiz yozilgan bo'lsa, hujjatlar bir shaxsga tegishli ekanini tasdiqlash talab qilinishi mumkin. Bunday holatda nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargani haqidagi hujjat yoki FHDYO ma'lumotnomasi kerak bo'ladi. 8-noziklik. Ishlagan davr bilan badal to'langan davr aralashib ketmasligi kerak. Hozirgi tizimda rasmiy bandlik. Soliq va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha ma'lumotlar muhim. Agar odam ishlagan bo'lsa-yu, ish beruvchi uni rasmiylashtirmagan bo'lsa, keyinchalik pensiya masalasida qiyinchilik tug'iladi. Shuning uchun pensiya yoshiga yetmagan odamlar ham bugundan o'z mehnat tarixini tekshirib yurish kerak. Endi nima qilish kerakligini aniq aytaman. Birinchi qadam: o'zingizdagi barcha hujjatlarni bir joyga yig'ing. Mehnat daftarchasi, pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, ish haqi ma'lumotnomalari, diplom, harbiy bilet, nikoh yoki familiya o'zgarishi bo'yicha hujjatlar, nogironlik to'g'risidagi hujjatlar, faxriy unvon yoki mukofot hujjatlari, bolalar tug'ilganlik guvohnomalari, boquvchisini yo'qotganlikka oid hujjatlar bo'lsa, hammasini alohida papkaga soling. Hujjatlarning asl nusxasini alohida, nusxalarni alohida saqlang. Ikkinchi qadam: mehnat daftarchangizni birma-bir tekshiring. Har bir ish joyi bo'yicha ishga kirgan sana, ishdan chiqqan sana, buyruq raqami, lavozim, tashkilot nomi va muhr bor yo'qligiga qarang. Agar biror joyda sanad tushib qolgan bo'lsa, lavozim noaniq bo'lsa, muhr o'qilmasa, darhol shu ish joyining huquqiy vorisi yoki arxivini qidirish kerak. Korxona yopilgan bo'lsa, tuman yoki viloyat arxiviga murojaat qilinadi. Ba'zan korxona nomi bir necha marta o'zgargan bo'ladi. Bunday holatda arxiv xodimlariga eski nom, joylashgan hudud, taxminiy yillar va bo'lim nomini aniq aytish kerak. 3-qadam: pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki tegishli vakolatli organlarga rasmiy murojaat qiling. Men har doim og'zaki so'rash bilan cheklanmaslikni maslahat beraman. Ariza yozing. Arizada pensiya hujjatlarini tekshirib berishingizni, qaysi davrlar hisobga olinganini, qaysi davrlar hisobga olinmaganini, ustama yoki qo'shimcha to'lov uchun qanday hujjatlar yetishmayotganini yozma ravishda ma'lum qilishingizni so'rayman deb ko'rsating. Yozma javob juda muhim. Chunki keyingi harakatni aynan shu javob asosida qilasiz. 4-qadam: arxivga murojaat qilganda talabni aniq yozing. Faqat men ishlaganim haqida ma'lumot bering demang. Falon korxonada falon yildan falon yilgacha ishlagan davrim, lavozimim, ishga qabul qilish va ishdan bo'shatish buyruqlari, ish haqi vedomoslari, shtat jadvali yoki lavozimni tasdiqlovchi hujjatlar bo'yicha ma'lumotnoma berishingizni so'rayman deb yozing. Agar zararli sharoit yoki imtiyozli lavozim masalasi bo'lsa, aynan seks bo'lim lavozim, ish turi bo'yicha hujjat so'rang. 5-qadam: hujjat topilmasa, darhol taslim bo'lmang. Ba'zan birinchi arxivda yo'q deyiladi, lekin hujjatlar boshqa arxivga topshirilgan bo'ladi. Korxonaning yuqori tashkiloti, vazirlik arxivi, tarmoq arxivi, viloyat arxivi yoki huquqiy voris tashkilotda saqlangan bo'lishi mumkin. Eski hamkasblar orqali korxonaning keyingi nomini aniqlash ham yordam beradi. Lekin men yana takrorlayman. Hamkasbning gapi yo'l ko'rsatishi mumkin, hisob-kitob uchun esa rasmiy hujjat kerak. 6-qadam: barcha murojaatlardan nusxa saqlang. Ariza bergan bo'lsangiz, kirim raqami qo'ydiring yoki elektron murojaat bo'lsa, tasdiq raqamini saqlang. Javob xatini yo'qotmang. Agar rad javobi berilsa,
unda rad etish sababi yozilgan bo'lishi kerak. Sababni bilsangiz, uni bartaraf etish mumkin. Masalan, lavozim tasdiqlanmadi deyilsa, lavozim bo'yicha hujjat qidirasiz. Ish haqi ma'lumoti yo'q deyilsa, vedomost yoki buxgalteriya arxivini so'raysiz. Familiya mos kelmadi deyilsa, FHDga yo'q hujjatini qo'shasiz. 7-qadam, agar masala murakkab bo'lsa, mutaxassis bilan maslahatlashing. Pensiya qonunchiligi oddiy ko'ringani bilan hisob-kitob tomoni murakkab. Har bir davr, har bir hujjat, har bir imtiyoz alohida baholanadi. Ba'zan odam noto'g'ri hujjat izlab o'ylarini yo'qotadi. Masalan, unga ish haqi ma'lumotnomasi kerak emas, balki lavozim buyrug'i kerak bo'ladi. Yoki aksincha, staj tasdiqlangan, lekin yuqori ish haqi tasdiqlanmagan bo'ladi. Shuning uchun yozma javobni olib, keyin aniq qadam tashlash eng to'g'ri yo'l. 8-qadam, farzandlar ota-onasiga yordam bersin. Ko'p pensionerlar arxiv yurishga qiynaladi, ariza yozishni bilmaydi, elektron xizmatlardan foydalana olmaydi. Agar sizning ota-onangiz pensiya olayotgan bo'lsa, ularning hujjatlarini bir marta tekshirib bering. Mehnat daftarchasini rasmga olib qo'yish, muhim hujjatlarni skaner qilish, papkaga tartib bilan joylash ham katta yordam. Bugun qilingan shu ish ertaga katta pulni saqlab qolishi mumkin. Yana bir maslahat, hech qachon hujjatlarning asl nusxasini noma'lum odamga berib yubormang. Men sizga pensiyani oshirib beraman deydigan vositachilardan ehtiyot bo'ling. Rasmiy idoraga topshirilganda ham nusxa qoldiring. Topshirilgan hujjatlar ro'yxatini oling. Pensiya masalasi nozik. Unda firibgarlar ham uchrashi mumkin. Hech kim sizdan noqonuniy to'lov talab qilmasligi kerak. Hamma murojaat rasmiy tartibda bo'lishi lozim. Bugungi asosiy xulosa shuki, pensiyaga ustama. Qo'shimcha to'lov yoki qayta hisoblash uchun faqat men ishlaganman, menga tegishli, hamma biladi degan gap yetarli emas. Rasmiy hujjat bo'lsa, talab kuchli bo'ladi. Hujjat bo'lmasa, haqli pul ham hisoblanmay qolishi mumkin. Shuning uchun mehnat daftarchangizni, arxiv ma'lumotlaringizni, ish haqi hujjatlaringizni, imtiyoz va maqomni tasdiqlovchi qog'ozlarni bugunoq tekshiring. Men sizga eng muhim ogohlantirishni berdim. Vaqtni cho'zmang. Pensiya hujjatlaridagi bitta kamchilik har oy cho'ntagingizga ta'sir qiladi. Agar sizda shubha bo'lsa, yozma murojaat qiling. Qaysi davr hisobga olinganini aniqlang. Yetishmagan hujjatlarni arxivdan so'rang va barcha javoblarni saqlang. Sizda shunday holat bo'lganmi? Pensiyangiz kam hisoblangan deb o'ylaysizmi yoki arxivdan hujjat topishda qiynalganmisiz? Fikringizni izohlarda yozing. Boshqalarga ham foydasi tegadi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangiz, qarindoshlaringiz va pensioner tanishlaringizga yuboring. Chunki bu ogohlantirish kimningdir qonuniy pulni saqlab qolishi mumkin.